Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xudo xolasa sizlarga budjet variantdagi sifatli hamyonbop eshiklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda eshiklarimiz burukchilikli ishlardan, arkasi alifon, dayvokrasiya eng sifatli variantda ishlangan darvozalarimiz, eshiklarimiz. Bular yana kravateki dayvokrasiya qurilgan burukchilikli nijverkalari, shunday sini gök bo'ladi. Arka taraflar alikafon. Şurup ilingan variant. Kondra zamoklar qo'yilgan, 2 qat rezinka, 5 chekli zamoklar qo'yilgan. Telari shivler bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin sifatini nijverkalarni. Bu yangicha dizaynda ishlangan eshikimiz. Mana shumkali varianti bor, shumkasiz varianti bor. Narxi ozgina farq etadi. Shumkali variantlari 1 million ishlab beribmiz. 4,5 cm. Shumkasizlarni 950 ming so'mga ishlab beribmiz. Dugalari nijverkalarning rangini farqi yo'q. Besplatni ichida qilib beramiz. Yana ko'rishingiz mumkin, dugalari amasiyasi bor. Nijverkalari garantiyali etang bo'rin plastmassa ya bir sifatsiz narsalardan qo'yib boramiz. Hammasini yana ko'ringiz uchun dayvokrasiya kravateki hisoblanadi. Ba'zi chang bo'lib turibdi bu. Shumkasiz variant. Qalinligi 4,5 cm. Koronalari 20 cm. Abnaşiklari 15 cm. Abnaşiklardan uzun svetinden nijverkalar basıp ishlab beramiz. Qullaflarni ham ko'rishingiz mumkin. Ustini framogalari high-tech basonda, qullaflari eng yaxshi katta qullaflardan qurilgan. Xohlasanizlar, bundan ham sifatliroq variantda pochnikli qullaflardan ishlab beramiz. Zakazga qarab. Do'stlar, bu yerda 3 dona darvozamiz bor, 3 ham zakaz. 3 yera boradi. Shuning uchun paz zakaz ishlab beramiz. Ustini nijverkalarni, yonadon yerlarini o'zingizlar diyetlaringizlar qarab aytishlaringiz mumkin. Bular yana shumkali variant. Bu shumkasiz variant. Budjetliroq bo'lsin desangiz, shumkasiz ishlab beramiz. Buni yana arzonroq variantlari bor. Bu sifatini qaraydi, bilasizlar. Lisini 08lik, 1lik, arkasini alifon emas, MDF sensor bo'ladi. Pullaridan shu yana skikka bo'lib boradi. Bu yerda hammasi bir xil fasonda, bir xillik qalin sifatli variantda. Keyin hozir toza formamiz chiqdina. Bu yangicha fasonda. Mana nijverkalari kattaroq variantda ishlangan. Yana bularki medrak. Bu burukchilik, bu 208lik. Chima dizayni yaqadon bo'lsa, shundan o'tib beramiz. Bulan kvadrat metri 1,200 ming so'mdan boshlanadi. Sifatliroq. Mana budjetli varianti bor, lekin hammasi ham bilasizlar, pulga yarasha sifati bo'ladi. Hozir bu yerda 3 ta eshikimiz bor, 3 ta eshikimizni korona eshiklari turibdi. Bu dabolroq varianti 7 cm dabol etib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa telefon raqamlarini pastga qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Xudo xolasa shunday sifatli, yaxshi hamyonbop narsalarni sizlarga ko'rsatib boramiz.